Hammaga salom. Qasoskorlar 5 filmi chiqishiga 5 oy qoldi va Marvel ilk treylerni chiqardi. Treylerdan keyin esa men jim tura olmadim. Bu videoda men Qasoskorlar 5 filmi haqidagi fikrlarimni aytib o'taman. Eng avval aytish kerakki, Marvel hammamizni bopladi. Fantastik to'rtlik filmining titrlardan keyingi sahnasida yashil kiyimli odam Franklin Richardsning yoniga kelganda hammamiz uni Doom deb o'ylagandik. Lekin treylerda Doomning niqobi umuman boshqacha. Endi esa ma'lum bo'ldiki, Doomning yordamchisi xuddi shunaqa niqobda bo'ladi. Ya'ni fantastik to'rtlik filmidagi odam bu Dr. Doom emas. 1 yildan beri hamma uni Dr. Doom deb o'ylagandi. Qanchadan qancha tahlillar, taxminlar, teoriyalar, YouTube'dagi minglab videolar, hammasi bir pul bo'ldi. Buning ustiga studiyaning o'zi bizga uni hech qachon Dr. Doom deb aytmagan. Biz shunchaki yashil kiyimli va metal niqobli odamni ko'rdik va bu yog'ini o'zimiz to'qib chiqaraverganmiz. Xullas Marvel bizni boplab aldadi. Yo'q, yolg'on gapirishmadi, lekin aldashdi. Hali Dr. Doomning yordamchisi qayerdan kelib qolganini ham tushunarsiz. Bu Doombot emas, chunki Doombotlarning vazifasi Dr. Doomga o'xshash bo'lish. Lekin biz ularning farqini ko'ra olyapmiz, demak bu Doombot emas. Agar bu Doombot bo'lganida uning ko'rinishi haqiqiy Dr. Doom bilan bir xil bo'lgan bo'lardi. Taxminlarga ko'ra bu Doctor Strange bo'lishi mumkin. Chunki o'zimizning Doctor Strange bu orada allaqachon Dr. Doom bilan bitta jamoada. Xullas fantastik to'rtlik filmidagi yashil kiyimli odam aslida Doctor Strange bo'lishi mumkin. Bu shunchaki mening taxminim, adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Meni o'ylantirgan yana bitta narsa bu Loki. Bilamizki, Loki o'z serialining 2-mavsumi yakunidan keyin umuman o'rnidan tura olmasligi kerak edi. Men avvaliga uni avvalgi qismlardagi Loki deb o'yladim, ya'ni TVA da ishlab yurgan payti. Mantiqan bu to'g'ri bo'lardi. Lekin Lokining hujjatida daraxtning rasmi turibdi. Hujjatni ushlab turgan odam bu Steve Rogers. Buni uzuk orqali bilish mumkin. Steve Thor bilan uchrashganida u Lokining tirikligini aytadi. Keyin Thor Loki bilan uchrashishga harakat qiladi, ammo negadir Dr. Doom bilan to'qnashadi. Haqiqiy Dr. Doom bilan. Yana ham bilmadim. Fantastik to'rtlikdagi tryukdan keyin endi men umuman hech narsaga ishona olmasam kerak. Balki bunisi ham soxtadir. Xullas, ehtimoliy haqiqiy Dr. Doom Thor bilan jang qiladi va Thorning boltasini ikkita barmog'i bilan to'xtatib qoladi. Shu joyiga hamma qoyil qoldi va hamma Dr. Doomni Thordan kuchliligiga ishonch hosil qildi. Lekin esingizdami, Qasoskorlar 3 qanday boshlangandi? Qanday tugagandi? Xullas, hali bir nima deyishga erta, hali kim kuchliligini aytishga erta. Yana ijtimoiy tarmoqda bitta mish-mish tarqaldi. Unga ko'ra Thor Qasoskorlar 5 filmida Dr. Doomga qarshi Valgalladagi Asgardliklar qo'shinini ishlatadi. Ya'ni Valgalladagi Loki, Heimdall va boshqalar Thorga yordam kerakligini bilib, yordamga yetib kelishadi. Bu shunchaki mish-mish. To'g'risi men bu mish-mishga umuman ishonmadim. Chunki shu paytgacha Thorning hayoti juda ko'p martalab xavf ostida qoldi va unga hech kim yordam bergani yo'q. Tan olaylik, ular o'lishgan. Agar ular Valgalladan chiqa olishganida, ular har kuni chiqib yurishgan bo'lishardi. Ammo bu ham albatta mening fikrim. Balki adashayotgandirman. Yana bir narsa, agar siz treylerda qo'riqchi ko'rsatilmagani uchun xavotirlanayotgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Birinchidan treylerda u ko'rsatilgan, faqatgina juda qisqa vaqtga, mana u chekkada kitob o'qib o'tiribdi. Ikkinchidan bu personaj Momaqaldiroqlar filmida aynan shu sababli kiritildi, ya'ni Qasoskorlar 5 filmida kerak bo'lgani uchun. Uchinchidan, qo'riqchi bu komikslardagi eng kuchli qahramonlardan biri. U juda kuchli. Qo'riqchini filmga qo'shib, uning kuchidan foydalanmaslik bu xuddi oltin baliq tutib olib, tilak tilamaslikdek gap. Shunday ekan xavotir olmang, filmda qo'riqchining roli katta bo'ladi. Xo'sh, hozircha menda shular. Bu men tahlil qilgan birinchi treyler va bu mening birinchi treyler tahlilim. Shu sababli kamchiliklar bor, bilaman. Shu joygacha eshitganingiz uchun katta rahmat. Meni doimiy qo'llab-quvvatlayotganlar uchun esa alohida rahmat. Sizlarning mening kanalimga berayotgan e'tiboringiz, yozayotgan kommentariyalaringiz, bosayotgan layklaringiz va umuman hammasi bu oliyjanoblik. Hammangizni yaxshi ko'raman. Hammangizga mustahkam sog'liq tilagan holda xayr deb qolaman.